shu chorvachilik bilan shug'ullanyapmiz, oilaviy. Uydagilar bilan hammamiz oilaviy. Shu bozordan olib kelib go'shtni narxini tushirish maqsad. Shu mahallamizdan bizni ko'rib 2-3 kishi boqyapti odamlar. Shu narsani ko'rib. Yaxshi. Ho'kizim, daromadi yaxshi. Bo'ladi yaxshi. Mana kelib ko'rib, mana o'qib ketyapti hamma kelib. Qiziqib, havas qilib, buni savqozimizdan. Boqsin odamlar. Yaxshi daromadi. Ham go'sht narxi bo'ladi, ham ish bilan ta'minlanasiz bir ish bilan odam. Shu bozorlardan olib kelganmiz boshida. Shu o'zimiz mana shu Do'stlik, Mirzacho'l shu dallollardan va zoti o'zimizni jaydari mollari. Parodasi ham bor ichida bitlikda. Jaydari, kunjara, makkayi, bug'doy shularni beramiz. Maqsad hali buni ko'paytirish, kelajakda buni yana ham ko'paytirib, shu boyagida silios qilib manasini ko'paytirib, kelajakda hali molxonani chetroqqa solib, bir kattaroq qilib solish maqsad. Boshlaganda shu uyda bir o'zimizda bir 2 to'shta bor edi, shundan ana qilib mashinamiz bor edi, uni sotdik. Uni sotib shuni ana qilib endi asosda ko'paytirdik. Mana endi ko'payapti, hammasi hozir yaxshi endi mana daromadi yaxshi bo'lyapti. Daromadi 3-4 ta mashin bo'lib ketyapti hozir, bu daromadi hozir. Kunjara, makka erta bilan soat 8 da beriladi. Somon beriladi, somon. Moshpres, somon beriladi erta bilan bir hashak, keyin kunjara, makkayi, bug'doy tashaladi. Kechqurun soat yana 6 da beriladi. Mahalla kelib, anchasi kelib ko'rib, 2-3 tasi hozir mana mahallada ham boqyapti hozir shu kelib. Nima rasyon beryapsan, nima qo'yyapsan deb mana odamlar kelib anchasi o'rgandi hozir mana. Yana ham ko'p keladi, ko'radi ham berayotganimizni. Shunday beraman mana, bersin ham deb ketadi. Hamma qiziqyapti hozir, yaxshi. Bu yerga ko'rib hamma qiziqyapti hozir. Boqishni tavsiya qilamiz, ha. Boqishni tavsiya qilamiz, yaxshi daromadi. Uyda hech qayerga chiqmaysiz. Xalqimizga ham foyda, go'shtlar narxi ham tushadi, qancha ko'p odam bo'lsa. Fermer xo'jaligimiz Nihol Sattorbek qiziqib, havas qilib boqib boshladik. 2 oy bo'ldi boqib boshlaganimizga. Yemini, suvini berib tursak bo'ldi. Dastlab boshida 2 ta olib keldik. Keyin yana 2 ta qo'shildi. Qiyin emas, qarash. Eplasa bo'ladi. Mana shu viloyat hokimimizning tashabbusi bilan 2 tadan bo'rdoq mol boqish nimasi berildi, o'shanga mana boqyapmiz. Bu 2-partiya boqyapmiz, xudo xolasa. Bizning fermer xo'jaligimiz Zoir Said fermer xo'jaligi paxta g'allachilikka ixtisoslashgan 56 gektar yer maydonidan iborat. 50% ga paxta, 50% ga g'alla ekamiz. 40 sennerdan oshiq paxta oldik bu yil. Xitoy davlatida keltirilgan chigitni ekdik. Yaxshi, xudoga shukr, zo'r. G'allamiz ham yaxshi 40 sennerdan oshiq oldik. Boqqanimizga 1 oydan oshdi. Bu 2-marta boqyapmiz. Yangi yilgacha bir partiya boqib, aholiga arzonlashtirgan go'sht qilib chiqarib berdik. Bu 2-partiya boqyapmiz. Xudo xolasa to'xtatmay yana davom etaveramiz. Bu zo'r. Juda xursand bo'ldik biz buni. O'zi har doim boqardik. Yana bizga yaxshi imkoniyatlar bo'ldi, yaxshi, zo'r. Xudo xolasa to'xtatmaymiz. Xalqimizga qancha yengillik bo'lyapti hozir mana fermerlarimiz juda ko'p boqyapti mol. Arzonlashtirgan go'sht mahsuloti yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa kelajakda ko'paytiramiz. 2 ta emas, ko'proq niyatlar bor.
Qo'ylar, qo'chqorlar boqyapmiz, yana boshqa joyda u. Hammasini xudo xolasa ko'paytiramiz. Shu qishdan chiqib olsak, zamonaviy qilib molxona solish niyatlarimiz bor. Ko'paytirib yaxshi qilamiz xudo xolasa. Bizga juda yaxshi bo'ldi bu. Qo'shimcha daromad bo'lyapti. Shu paxta g'allachiligimizga ham bundan olgan daromadimiz yordam bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti, zo'r. Boshqa fermerlarga ham tavsiya qilamiz. Boqsin hamma, daromad zo'r. Qo'shimcha daromad, molda katta daromad bor. Bizga yaxshi, bu uyga ham qo'shimcha daromad, hamma tomonlama. Buni misol uchun biz kunjara bilan boqamiz, o'zimizdan yetishtirilgan makka bor. Makkalar chiqarib pishirib beramiz. Shu daradan kelgan mana shu g'alladan chiqqan xashaklardan beramiz. Bizga yem tekin tushyapti hozir. Qo'shimcha daromad bizda foyda ko'proq bundan bo'lyapti-da. Xashak sotib olmaymiz, yem sotib olmaymiz. Shu o'zimizdan chiqqan mahsulot bilan boqamiz. Endi to'xtatmaymiz, xudo xolasa, buni davom etaveramiz. Yozda ham boqish planlarimiz bor. Men Paxtazor veterinar uchastkasining boshlig'i Yo'ldosh Botir Ismoilovman. Shu sovxozdagi chorva hayvonlarining sog'lig'iga qarab turish, emlash ishlarga boramiz. Keyin tekshirish, bruselloz, tuberkuloz kasaliga tekshiramiz. Yuqumli kasalga qarshi emlash ishlarini olib boramiz. Keyin hayvon odamlardagi shaxsiy mollarni, chorva fermer mollarini sira taqamiz. Bugun jamoamiz kelib, 2 gruppa kelib ishlayapmiz. Uyma yurib, xonadon-mahrodan itlarini, chorva mollarini emlash ishlarini boryapmiz. Mana bugun emlash, identifikatsiya ishlari, jarayonlari ketyapti. Shu bilan birgalikda viloyat hokimining topshirig'iga asosan paxta g'alla fermerlarda boqilayotgan bo'rdoqlarni ham ko'rib guvohi bo'ldingiz. Hozir asosan Paxtazor shaharchasiga to'liq gruppamiz tushgan. Xonadonlarda boqilayotgan chorva hayvonlar hamda itlarni yuqumli kasalliklarga qarshi emlash ishlari olib borilyapti. Bu yerda asosan har bir hududga doktorlarimiz biriktirilgan. Hozir to'liq hammasi xonadonma-xonadon yurib, xonadonlarda boqilayotgan chorva hayvonlarni, itlarni va insonga yuqadigan yuqumli kasalliklarni oldini olish maqsadida emlash ishlari olib borilyapti. Mana shu jarayonlar asosan paxta g'alla bitta Paxtazor misolida ko'rib guvoh bo'lyapmiz. Mana bu paxta g'alla fermer xo'jaliklari topshiriqqa asosan boqilayotgan bo'rdoqlar tayyor bo'lgan, oldi sotib boshladi. O'zimizda ichki bozorlarga go'sht mahsulotlarini yetkazib beradi. Xalqqa ham foydasi bor, o'zlariga ham foydasi bor. Chunki o'zlari yana mana oldimizda paxta ekish mavsumi kelyapti. Bularga qo'shimcha daromad sifatida topshiriq bo'lgan asosan o'sha bo'rdoqni boqish. Bo'rdoqni boqib arzonlashtirgan go'shtni xalqqa yetkazib beradi. Undan tushgan daromati o'zining o'sha ekin-tekin ishlariga ishlatilish uchun mo'ljallangan.